Assalomu alaykum. Bugun 2019-yili 9-oyning 1-kuni kanalıma hoş geldinglar. Hozir o'zimniki oq o'ylab turib videomni boshlab Bugun yakshanba, bugungi kunlik dam olishimniki qandoq o'tganligini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi hamda mushu videom bilan boshlab Kanadadagi turmushniki kichik qismlarini bo'lsin elib sizlar bilan tang o'rtoqlashmoqchi. Kanadaga kelish orzusi bor yoki mushadek hayot qiziqayotganlar qanimga pat kelib ko'rib tursanglar bo'ladi qarshi olaman. Undaq bo'lsa bugungi birgalik faoliyatimni boshlasam, eng oldi bilan qahvaxonaga. Ketto. Tournez à droite sur Odatda ichadigan small black coffee. Mavu. Mana bundan Sizga kirdiğimden oluşuyor. Pekam bakmadım. Kanada'nın nalları imanımdan korkuyorum. Sorry. Yes, There you sir. are. Awesome, thank you. This one. Don't count it. I'm like, listen, you have to like, you gotta really appreciate it. I don't know what to do. And then like, I'm gonna get for you. Small black coffee and the carrot muffin, please. That's all? That's all, thank you. Alright. It's gonna be 210. hi there. The muffin and a coffee? Yes. 210. Thank you. Aldım kettim daryo bo'yi berib o'tirib kelamdi. Bu meningki mahallam Ottawa Vicky Center Point mahallasi. Mavuna chiquvchi kenda meningki uyim. Uyninki yanida mushunda bir bog'chamiz bor. Har kuni chiqib piyoda minib harakat qiladigan, orom oladigan. Shuna unoq kichikgina bir ko'l bor. Mushu kichikgina tor yo'ldan men maktabga qancha yil mangdim? 4 yil. Bu meningki mahallam. Mau turman, mau meningki qo'shin murum, jimjit mahallam. Mau meningki uyimning qishdagi kutubxona binosi.
Bugün yakshanbada içilmaydi bu deyman odatda soat 5'da içilam diye. Shunaqa qilsam qarab boqay. Odatda mana kichik ko'lni qish kuni butun muz to'ngitib, bolalar mushakab o'sha bolalarniki o'sha muzda yurib o'ynaydigan yeri. Bolalar bakrak keladi, cho'nglar keladi endi. Men manchini chiqib muzda yurib qo'yman bu ko'lda. Kutubxona binosi ayda bir kichik yo'l bor, maktabga shu yo'l bilan kunda piyoda minib 3-4 yil ma'gan yo'llar. Endi burungi mahallam aylanib ko'chib yana burungi mahallamga keldim. Baqay, keşuqa bo'lsin. O'sha qilib kutubxona binosiga kirdim. Kütüphanem takarken Center Point Library nurgun çağlarım bir şey dedi meniki. Oldu kitay. Karanlık düşüp kaptı oldu kitay endi. Kütüphanemi takarken men babıydı. Hazır mektebime geldim. Şu kolumda bir muncha materiallar bo'lmoqni. Mektepdeki tashviqot taxtlarga choplash. Manadaki teşviqot tamiri çok düşüp ketibdi. Hammaning aslında o'rin qapti endi. O'sha qilsam bir şey cho'play. Ay. Odatda bunda yalay choplasam baribir bu Xitoy o'quvchilar birdamda yo'q qiladi meniki bir narsalarni. Shunaqa bo'lsin, ular mening narsalarni so'kib hormaydi, men choplab olmayman. Oy. Bo'yim paka. Ana mandaq. Shunday qilib bugungi bir kunlik faoliyatim oxirlashay dedi. Ma'nalik o'tgan bir yakshanba. Burungi maktabim bo'lganki shu bir narsa chaplaydigan ayollarni, maktabning qaysi binolarini yo'ldan bilman
o'rinlarim shunga o'zimning maktabiga kelib hamma yerlarga bir qo'limdan kelishicha shunaqa qildim. Keş bulduğumuz muzdek suva bo'lib ketdi ғой. Hamdiki qiladigan ish o'quvchi viz to'g'riliq video ishlash. O'tirib kechlik choy ichadigan vaqt. Ishkimning oldida vatandan ichib qo'ygan choylarim bor, shuncha kelib qoldi. Eng oxirgi. Hozir ichayim. Özüm kutup kaçılıp baştan ışıldadım.